Jahon chempionatidagi sizlarni orzuyinglardagi guruhimizni tuzib berasizlar. Kim bilan o'ynashimizni xohlagan bo'lardinglar? Eng kuchli jamoalar bilan o'ynashni xohlayman. Masalan, Janubiy Amerikadan bitta. Janubiy Amerikadan Argentina va Braziliya. Yevropadan Ispaniya. Keyin Yo Afrika yo Shimoliy Amerika. yo Shimoliy Amerika bo'ladigan bo'lsa, Shimoliy Amerikadan Meksika, anaqadan O'zimiz 4-chi. o'zimiz 4-chi bo'ladi. To'ydek bo'lsin. Ya'ni katta jamoalar bilan o'ynamoqchisiz. Biz jahon chempionatiga o'zi chiqishdan maqsadimiz nima? Cabo Verde bilan o'ynab guruhdan chiqqandan Ispaniya, Argentina bilan o'ynab guruhdan qolib ketganimiz. Xo'p, mezbonlar Kanada. Osonroq bo'ladi desa viza olish. Yo'q, gapimda emas. Borishga. Kanada bilan hali qayerda o'ynashimiz ham to'g'ri aytasiz. Meksikada o'ynayman, Meksikada o'ynaydigan bo'lsak qanday bo'ladi? Xullas, Kanada. Endi o'sha Amerika qit'asidan yana bitta jamoani qo'shib. Yo'q, qo'shib qo'y. Shimoliy Amerikadan oldingiz hozir. Janubiy Amerikadan ola olasiz. Ekvador. Siz chiqmoqchisiz chorak finalgacha. Yaxshi, Aniq Ekvador. chiqishimiz kerak. Xo'p, yana bitta jamoa qo'shing. Va yana bitta jamoa Yevropadan qo'shadigan bo'lsak, Norvegiya tushadi. mayli Norvegiya bilan. Norvegiya Moldovaga 16 ta gol urdi. Yo'q, Italiyaga uchta bilasizmi urdi. nimaga Norvegiya zo'r? Husanov Hollandni biladi baribir harakatlarini. Yaxshi to'qnashuv bo'lardi Yaxshi. deb o'ylayman. Hollanddan Husanovni biladi. Endi bu yerda bilamiz endi. Chunki Pep Gvardiolaga maslahat berganda, ya'ni uni tarjima qilganmiz biz anaqada. Stones. Stones. Esladim.